Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Hayotimizga psixologiya 13 darsimiz xush keldinglar. Zərlik moddalar haqiqatan insonning miyasida har xil o'zgarishlarni paydo qildi va shuningdek keyingi paydo qilgan xumarlik bizningki hayotimizda nurg'un o'zgarishlarni olib keldi. Qani bu darsimizda bu vaqtda tushunchalar ega bo'lib boqaylik. Yoshlar zərning qurboni bo'lishga davom qilmoqda. 90-yildagi statistikadami yoshlarningki nisbati ko'rganimizdek 1,5% dan boshlab, ya'ni 1% dan yuqori 1,5% ga yaqinlashgandan boshlab 2% kichik bütün yoshlar egallagan bo'lsa, 2016-yilmi izchil holda mana 15 yoshdan yuqoridagilar izchil yuqori persentlarni egallab kelayotmoqda. Demak, yoshlar bu vaqtda zərning qurboni bo'lishga davom qilib kelmoqda. Zərlik chekimlik chekishda erlarning nisbati yuqori, ayollarning nisbati 2021-yili 4,9% bo'lsa, erlarning nisbati 95% ga yetgan. İnsanlarning saposi o'simi xumor bo'lish nisbati yana shiddat bilan o'rlamoqda. Garchi 1990-yili 50 milliondan tuvan bo'lsa-mu, 2016-yilga borgan chaqda 60 milliondan yuqorilab ketgan. 26 yil mobaynida fan texnika shunchalik taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, nurg'un tadqiqotlar, nurg'un yangiliklar borliq kelgan bo'lsa-mu, insoniyatning turmushi nihoyatda cho'ng o'zgarish bo'lgan bo'lsa-mu, ammo insonlarning saposining o'rlishiga nisbatan aytganda xumor bo'lish nisbati yana tiksizlikda o'rlagan. Demek bu nimini tushundirib berdi. Ticaret xarakterini olgan zərlik chekimlik setish bütün insanlarni nobud qilmoqda. Zərni sinab beqish sabablariga qarasak, amaliyotda eng yuqori sabab uningga qiziqish. Nimishqa qiziqadi degan chaqda ko'pincha kishilar zərni yaxshi tushunmaganligi sababidan qiziqadi. Ya'ni zərning olib keladigan ziyonlarini, zər chekkan vaqtdan boshlab miyada paydo bo'lgan qalaymaqonchiliklardan boshlab zər chekib, uningga xumor bo'lgandan keyingi badanning fiziologik o'zgarishi bo'lsin, miyaning o'zgarishi bo'lsin va yoki butun turmushidagi qalaymaqonchiliklarni tushunmaganligi, bilmaganligi sababidan uningga shunchalik qiziqadi. Boshqalarning haydakchilik qilishi, boshqalarning kuch ko'ritishi bilan izchil qiziqib ketadi. Shunlashqa zərlik chekimlikning ziyni to'g'risida tashviqotlarni ilib berishimiz, farzandlarimizga buni o'rgatishimiz bek lozim. Haqiqatan bekorchilik yo'ldan chiqirdi. Zərlik chekimliklarni chekkanlarning orasida yarimidan ko'p kishilar ishsiz bo'lganligi uchun zərlik chekimlikka xumor bo'lib qolgan yoki zərlik chekimlikka xumor bo'lganlarning ko'pinchisi ishsiz desakmi xato bo'lib ketmaydi. Zərlik moddalar degan nima? Zərlik moddalar insonning zehniy va jismoniy ish faoliyatlarini ongning vaqtli o'zgarishi tufayli ta'sirga uchratuvchi ximiylik moddalardir. Balkim zərlik chekimlik chekuvchilar uningga yoki qiziqish bilan yoki bo'lmasa qo'rqish bilan degandek yaqinlashadi. Bu chekuvchilarningki har xil bahonalari bo'ldi. Ba'zilari bir qatimda ishnim bo'lmaydi deb chekidi yoki boshqalarni shunda kuch ketadi. Uningdagi endi buningki hargiz chekmayman deb tövbe qildi. Yana bir qatimda bo'lsa, men xumor bo'lmayman deb qilishi mumkin. Men xumor bo'lmayman deb turib bir qatim chekib qilishi mumkin. Chekib bo'lgandan keyin yana vijdonining so'roqiga javob beramay, "Xolsam men uni tashlayman" deydi. Lekin tashlayolmagan vaqtda qanday qildi? Buni tashlag'li olmaydi ekan jumo deydi. Keyin butun turmushda qalaymaqonchiliklar yuz bergandan keyin men cho'qim tashlashim kerak degan niyatga keldi. Ammo keyin buningga qattiq xumor bo'lgandan keyin yoki bo'lmasa butun turmushida o'zgarishlar bo'lgandan keyin men endi qattiq tashlayman bo'ldi deb niyat keldi. Balkim haqiqatan tashlagan bo'lishi mumkin. Men tashladim, endi qat'iy boshlamayman deydi. Ammo yana boshqalarning kuch ko'ritishi, do'stlarining kuch ko'ritishi yoki o'zining sababidan qaytadan yana chekib qoldi va bu davr aylanma davri shu peti aylanib mangaverdi. Zərlik moddalarning turlari hozir qadar 4 ga bo'lindi. Ya'ni birinchi turdagi moddalar fantaziyalik xiyol paydo qilgan, ya'ni hallyutsinogenlar deydi. Hallyusinasiyon paydo qildi. Buningda ko'z oldiga ya'ni yo'q narsalarni bor ko'rindi. Masalan, bularning orasida asrar, hammalar bildiğimiz neşe. Yani xalq arasida keng tarqalgan yoki bo'lmasa chekish nisbati yuqori bo'lgan shu neshimi miyada, ya'ni ongda haqiqatan bor deb o'ylab qoldigan shunda bir inkoslarni, shunda bir ko'rinishlarni ko'z oldiga keltirish orqali insonda shunday vaqtliqlam ajoyib his tuyg'ularni yaratadi. Shunlashqa nurg'un odamlarning uningdan keyingi bo'lgan zərga bo'lgan xumorligi boshlandi. Apyonlarning ichida morfin, heroin, biz ko'p anglaganlarning ichida heroin ko'p angladik. Garchi morfin og'riq to'xtatish dorilarning birisi bo'lsa-mu, ammo morfin yana nomard kishilar tarafidan boshqalarga setilgan zər qatorida chiqib ketgan.
Endi tinchlandırıcı dorilar, yani depressiyalarning orasida yani bekerek tanıydığımız haraq. Beshida ishganda ba'zilarda janlanib ketadigan jiqqa aqldan bo'lsa, ba'zilar jinmib, yig'lab mundaq bo'lishi mumkin. Undan keyin asta-asta bu haraqninki badandagi nisbati yuqorilagan siri asta-asta miyani to'xtatish roli o'ynaydi. Xuddi shu ustidagi uyqu dorilarga yoki bo'lmasa tinchlantirish dorilarga degandek dorilarga ishlatilgan mushu dorilardimi amaliyotda zaharlarni ishlab chiqarishga boshlagan insonlar canlandırıcılarning ishida biz bildigan kokain, metafetaminlar yoki bo'lmasa har xil hamda biz bildigan bilmaydigan har xil yangi tipda chiqayotgan ko'pincha zaharlar bo'lsin, ko'pincha shundaq dorilarningki ko'pinchilari canlandırıcılar qatoriga kirdi. Lekin biz diqqat darsimizda dopamin haqida o'rgangandik. Ya'ni zaharli chekimlik badan kirgandan keyin dopaminning ajralib chiqarish miqdorini nihoyat yuqori ko'taradi. Masalan, biz lag'ma yesak 200 darajada huzurlangan bo'lsak, zaharli chekimlik badan kirgandan keyin balki 1000 ga o'rlab ketishi mumkin. Bu vaqtda demak biz normal bo'lgan tomoq yeyish yoki bo'lmasa uy ish qilish degandek, kitob o'qish degandek 100-200 darajadagi ishlar bizga hech xush yoqmaydigan bo'lib qoldi. Chunki biz 1000 ga, 2000 ga, 3000 ga ko'nib qolganligimiz uchun o chaqda hech qanday narsadan huzur ololmaydigan bo'lib qolamiz. Rasmda ko'rganinglar balog'at yetish davri oldida turayotgan yoshninki miyasining qurilmasi. Oldingi qismi peshona ustidan boshninki oldiga to'g'ri keladigan qismi prefrontal korteks deymiz. Bu qism amaliyotda dal miyaninki qaror chiqarish va o'zini kontrol qilish, tizginlash, hissiyotini kontrol qilish degandek ishlarda muhim rol o'ynaydigan qismi. Amaliyotda bu qism teri yetish bo'lmaydi. Nemishqa shu erganlar, ya'ni balog'at yetish davrida turayotgan bolalar shunchalik qiziqqan, o'zini kontrol qila olmaydi, davomli bir ishlarda shundoq sakrab qolib ketadi degan chog'da shu miyaninki oldingi qismi, oldingi bo'ligi teri yetilib bo'lmaganligi uchun o'zini kontrol qilish iqtidori to'van bo'ldi, qaror chiqarishda qarorsiz bo'ldi degandek. Endi bu qismi o'zini kontrol qilib bo'lmag'ashqa 15 yoshdan yuqori bolalarningki yoki yoshlarningki zaharga ishtiqomor bo'lib qolishi yoki zaharning keyni kirib ketishiningki sababi shu bo'ldi. Agar bir inson heroin chekkan bo'lsa, mana sol tarafdagisi sapsaq odamningki miyasi bo'lsa, o'ng tarafdagisi heroin chekkan odamningki miyasi. Agar bu odam 20 yoshdan tuvan vaqtida heroin chekkan bo'lsa, buningki oldidagi prefrontal korteks butunlay buzilib ketgan bo'ldi, ko'rgan bo'lsanglar. Hisobda bu odam texmi qaror chiqara olmaydigan, texmi heroin tashlay olmaydigan yoki texmi bir ishlarda o'zini kontrol qila olmaydigan bo'lib ketadi. Men tashlayman degan qarorni hatto chiqara olmaydi. Bu odam agar 20 yoshdan tuvan vaqtida prefrontal korteks bunda buzilib ketgan bo'lsa, heroin chekkan bo'lsa, 20 yoshdan yuqorilagan, keyin tashlagan vaqtdami, keyingi hayotidami miyaninki yegilishi asli kep bo'lmaydi. Ya'ni miya qattiq buzg'unchilikqa uchraydi. Endi sol tarafdagi qarasanglar sog'lom miyaning ostidan, o'ngdan, soldan, ustidan deganda ko'rinishlari. O'ng tarafdagilar kokain tarafidan zaharlangan miyaninki ko'rinishlari. Endi bu kokain tarafidan zaharlangan miyaninki yigilashlar olsun, mayli shundoq o'tmi-to'sh ko'p ketganda ko'rinishlardan hammalar his qilgan bo'lsak, miyaninki amaliyotda shu zahar tarafidan miyaninki bir ishlarni qaror chiqarish olsun yoki bir ishlarni qildirish olsun insonga yoki kontrol qilish olsun degandek iqtidoriy chekinishdan sirt miyaninki fiziologik jihatdan shu o'zininki yapisi, ya'ni shu miya degan moddaning o'zimi buzg'unchilik uchraydi degan gap zahar tarafidan. Endi xumor bo'lgan miyada har xil o'zgarishlar bo'ldi. Xumor bo'lgan miyada har xil o'zgarishlar bo'ldi. Zaharlik modda ishlatishga boshlaganda inson biroz asabiylashishga boshlaydi. Ondan davom qilaverganda bo'lsa, diqqatni yig'ish tashlashdi, hatto to'xtab qoldi diqqati. To'g'ri qaror berish, tuyg'ularni kontrol qilish tashlashdi bay degandek. Turish va minishda hatto qiyinlashidi, borgan sari yiqilib tushishga boshlaydi, tamponligini saqlay olmaydi. Qisqa xotirdan uzun xotirga uchur yo'llash qalayim qolishdi, ya'ni as tutish iqtidorida qalayimqonlik yuz berdi va qisqa muddatlik as yo'qotish, ya'ni shu zaharlik chekimlik chekayotganda oldi keyindagi ishlarni unutib qilish yoki nurg'un xotirsini yo'qotib qo'yish degandek ishlar shu zaharlik chekimlik chekayotganda yuz berdi. Biz davomli degdek zaharlik chekimlikka o'xshash qo'rqib ketmaydigan, buningga sal qaraydigan bir zahar bor, u bo'lsa tamaka, ya'ni nikotin. Buning ichiga silingan bütün meynat ximiyalik moddalarning ko'pligida ko'rgan bo'lsanglar mana. Masalan, hozir biz tushundig'imizdan mana batareyaning ichidagi tarkibi bo'lsin, shamdan ilingan yog' bo'lsin, sham yog'i masalan cho'chqa yog'i ishlatildi. Ximiyalik ziroat dorilar bo'lsin, undan keyin
qurt qo'ng'iz dorilari, o'birni tozalaydigan çamaşır suyi, bo'yoq, egzoz, mushu raketaninki yiqilg'usi va shuningga o'xshash nurg'un ziyonli moddalar va shuningga o'xshash nikotin, xumor qiluvchi nikotin degandek butun zaharning hammasi birlashgan mushu tamakini insonlar seskanmasdan og'ziga oladi. Og'ziga bir qatim tekkizishning amaliyoti naqadar mehnat berish ekanligini asli tushunib yetish kerak. Tamaka chekkanlarning yerimini o'ldirmoqda. Har yil 4 milliondan ortiq tamakining sababidan bo'lgan o'lim bo'lgan. 2020-yilda har 3 odamning birining o'limi tamaki bilan munosabatli bo'lishi mumkin deb buni burun o'tirib qo'ygan ekan. Dunyoda o'lim nisbati eng yuqorig'ini o'pka raki bo'lsa, o'pka rakining 95% tamaki bilan munosabatli. İnsanlar tarafidan yoki sotuvchilar tarafidan tamaki emas bu ishni bo'lmaydi, harom emas yoki bo'lmasa ziyon qilmaydi deb başqalarını xata yo'lga boshlaydigan shu nargila, ya'ni chilim amaliyotda balkim bir sömürüşdə tamakidan bak ziyonli bo'lishi mumkin. Chunki buningdagi nikotin miqdorini kontrol qila olmaydi. Tamaki bir qatimda bir tal chekilsa, masalan, nargilada bir sömürüp bo'g'icha amaliyotda bir qatim sömürsa, yoki bo'lmasa 20 minutdan 80 minutgacha sömürsa 100 dan 200 gacha tamaki chekkan bilan tang. Nargilaninki amaliyotda ziyni tamakidan bak ig'ir. Yana bir ziyonli modda, ya'ni hozir yosh o'smirlarimizning orasiga kirayotgan, bularga nihoyatim chiroyli ko'z tilayotgan shundoq chiroyli qutilar bilan, hattoki shundoq quloqliqqa o'xshash qutilar bilan ota-onalarini balkim bu quloqliq deb iziqtirayotgan yoki bolalarni bu quloqliqqa o'xshash narsa deb iziqtirayotgan shundoq elektronlik tamakilar va hatto olma tamlik deb o'ttirg'i chiqayotgan shundoq tamakilar amaliyotda hozir nihoyat bozor topmoqda. Bu tamakilar haqida hech qanday qonuniy setish cheklamaları o'ttirg'i chiqarib bo'lolmadi. Shunlashqa bu yoshlar va bolalarning orasida nihoyat tezla avjilishga boshladi. Hattoki bu tamaki tashiladigan narsa deb turib o'ttirg'i chiqyotdi. Amaliyotda bumi nargila bilan o'xshash, ya'ni chilim bilan o'xshash. Bumi bir qatim sumirgan chog'da hatto 20 tal tamaki chekkan bilan tang degandek nisbati nihoyat yuqori, nikotinning nisbati nihoyat yuqori. Dersimizden ahırını ballasızga resimle ahırlaştırışını oylaştım. Zəhərgə xumar olmang, erken bulun. Əmsə qeyinləşlə əmələ özənlə asıranla Allah'a emanet.